F-35 samolyotining egzoz nozuli uning yashirin dizaynining asosiy xususiyati bo'lib, radar to'lqinlarini sindirish uchun tishli arra naqshiga ega. Bu esa F-35 varianti uchun uch podshipnikli aylanuvchi modulni o'z ichiga oladi. Bu esa oqimni pastga aylantirish imkonini beradi. Bu xususiyat unga qisqa masofada ko'tarilish va vertikal qo'nishni ta'minlaydi. يا قافلة المهنية هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية هبت كالريح 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 قوية شبت كالنار 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 وضية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية أهلا أهلا قافلتي يا قافلة المهنية هيا جيل المستقبل نسعى ونجد ونعمل نرقى دوما للأفضل دون العليا لا نقبل هيا جيل المستقبل نسعى ونجد ونعمل نرقى دوما للأفضل دون العليا لا نقبل أهلا أهلا Samolyotni 7-10 tagacha ichki yoqilg'i baki yoqilg'i bilan ta'minlaydi. Birinchi yoqilg'i baki uchuvchi o'rindig'ining orqasida. Ikkinchi yoqilg'i baki markaziy bak. Uchinchi yoqilg'i baki engine yoqilg'i baki. Va uning orqasida ikki qanot orasidagi bak va shu yo'nalishda 5 va 6 yoqilg'i baklari bor. Shuningdek, qanotlarda qanot yoqilg'i baklari 7 va 8, 9 va 10 yoqilg'i baklari vertikal qanotlarda joylashgan. نتعلم مهنا شتى يا صاحبي حتى نتعلم مهنا شتى Endi biz qanotlarning qismlari bilan tanishamiz. Samolyotning dumi yuqorisida rul vazifasini bajaruvchi vertikal qanotlar, pastki qismida esa ko'taruvchi qanotlar. Ko'tarish kuchini tushirish va ko'tarish esa ayleronlar tomonidan ta'minlanadi. Ayleronlar samolyotni yuqori va pastga ko'tarishini ta'minlaydi. Rul vazifasini bajaruvchi qanotlar samolyotni o'ngga va chapga burishga yordam beradi. Ayleronlar esa yuqori va pastga harakatlanishini ta'minlaydi. يا قافلة المهنية خلوا كسلا أو نوما ما فاز كسول يوما ودعوا نقدا أو لوما فالله معين قوما Qanotlar ishlashi va uning ustki yuzasi radarni yutuvchi material F-A8 Super Hornet yordamida ishlaydi. F-35 ning radarga yaqinlashmaslik funksiyasini Planet Format yuzasi beradi. Bunda radar to'lqinlari o'tkazuvchi material mavjudligi uchun radar to'lqinlari samolyotdan erkin o'tib ketadi va samolyot radarda deyarli ko'rimsiz bo'ladi. Planet Format yuza radar yutuvchi materialdan yasalgan. Radar yutuvchi modda asosiy qismi polimerdan iborat. Bu polimer yuza F2 qiruvchisida ham bor. Biz bu yerda samolyotlarning radarda kattaligini ko'rishimiz mumkin. F-35 va F-22 qiruvchilarining eng zo'r xususiyati ular radarda oddiy qushdan ham kichkina bo'lishidir. Bu xususiyat ularga jangda katta ustunlik beradi. Undan tashqari ichki qurollanish sistemasi F-35 samolyotini yanada xavfli qiladi. Burun qismida esa samolyot butun yuzasini boshqaruvchi elektronik qoplama dushmanni va harbiy bazalarni uzoq masofadan aniqlash funksiyasini beradi.